Assalomu alaykum hurmatli Instagram kuzatuvchilari. Mana akam Shahzodbek ukamiz Namangan viloyati Chortoq tumani Alhon shaharchasiga mana bu metan gaz o'lchagichini jo'natgan ekanlar, dastavka qilib. Mana xudo xolisa o'rnatib oldik. Hozir kuzatamiz. Mana yerga o'rnadi. O't oldiramiz. Mana ekan ishlab turibdi. Zo'r xudo xolisa. Birga bir ishlayapti. Mana korotkasi mana shu. Mana ekan. Birga bir ishlayapti. Mana ekan. Hozir kranini yopamiz. Kranini yopdik. Orqa birdan qaytib borar ekan. Sekin asta o't qolganda u sariq led svet yonar ekan. O'ng qolganda qizil yonar ekan. Normal ishlab turibdi. Olib ishlatinglar. Zo'r xudo xolisa. Ishonchli ekan. Ukamizga rahmat. Dastavka qilib jo'natgandilar. Mana ekan. Hozir kranini ishlab turibdi. Damazga o'rnatdik buni. Mana hozir ko'rasizlar. Sekin asta qaytyapti. Bu yerda hozir 42 mi? Mana yerda ham 30 ga kelganda sariq svet yondi. Hozir 10 ga kelganda qizil svet yonadi. Hozir kranini ochamiz. Mana qaytadan kranini ochdik. Mana 122 ga qaytdi. Normal ishlayapti bu. Через zamok ulangan. Mana hozir o'chiramiz. Mana olinglar, ishlatinglar, zo'r ekan.